Yangi yil. Salom bolajonlar. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Allaqachon archa bezab dasturxonni yasab bo'lgandirsiz. Unda quvnoq mashinalardan birga xabar olamiz. Yangi yil bugun, do'stlar yig'ilgan kun. Archani bezaymiz, do'stlarni qutlaymiz. Hamma yoqda qor, muzlagan anhor. Bayram shukuhi, do'stim bahra ol. Bolalar, siz davom ettirib turinglar. Pochtaga topshirib tezda qaytaman. Mayli, Mimo, tezroq kel. Ungacha men bayram tortini tayyorlab turaman. Boraver, men esa archani oxirigacha yasatib qo'yaman. Oho! Bugun pochta ancha ko'pga o'xshaydi. Yangi yil kirib kelgunicha ulgursam bo'lgani. Qani olg'a! Mimo, kelyapsanmi? Allaqachon archani bezatib, bayram dasturxonini yasatib bo'ldik. Lili, meni pochtalarim hali ancha ko'p. Agar ulgurmasam, mensiz yangi yilni kutib olaveringlar. Pochtani tarqatishim bilan yetib boraman. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Bizga manzilni yubor, hoziroq yordamga boramiz. Ha, rostdan pochtalaring ko'p ekan. Pochtalarni teng uchga bo'lib olamiz va tarqatamiz. Shunda vaqtdan yutamiz. Qani ketdik bolalar. Yangi yil bayramida hamma jam bo'lish kerak. O'tgan yilgi kunlarni sarhisob qilish kerak. Biz ham bu yil ichida ko'p sarguzashtlarni ko'rdik va qo'ldan kelganicha ko'p yaxshi ishlar qildik. Rahmat sizga do'stlarim. Siz bo'lmaganingizda bir o'zim ulgurmas edim. Rahmatni keragi yo'q. Axir biz do'stlarmiz. Qaytgancha mana bu sovg'alar sizga. Rahmat, Mimo. Bolalar, yangi yil kirib keldi. Qani, mushakbozlikni boshladik. Bayram kirib keldi. Yangi yilingiz bilan do'stlar.